Afrikani Niger davlatidan bir nechta hojilar bilan yonma-yon namoz o'qib qoldik Masjidul Haromda. Qayerdansan deb so'radi, yana o'sha gap. O'zbekistondanman desam, sizlar qayerdansizlar? Ha, Nigerdanmiz dedi. Keyin so'radi, davlating qanaqa joy, tabiati qanday deb. Keyin men ularga o'shanda qo'limdan kelgancha tushuntirdim. O'zbekiston O'rta Osiyoda joylashgan. Keyin tabiati qanday deb aytdim, daryolar bor, tog'lar bor, mevazorlar bor, juda ham shirin mevalari bizda. Desam, boyagilar menga hayron qolib, sen Qur'ondagi jannat haqidagi oyat, suralarni sharhini aytyapsan-a deyapti. Jannat haqida gapiryapsan-a dedi. Ochig'i juda ham ta'sirlandim. Aytdim, yo'q, haqiqatan ham bizda shunday desam, biz faqat Qur'onda o'qiganmiz bunaqa narsalarni, hadislarda o'qiganmiz. Jannatda bo'ladi deb bilardik. Yer yuzida bormi shunaqa joy dedi. Haqiqatda vatanimizga ko'z tegmasin, tinchligiga. Jannat makon. Alloh taolo panohida asrasin. Ulug'imsan vatanim